Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz Gilosbek Ikromov bilan Dubaydagi universitet va ko'chmas mulk bilan shug'ullanadi va avtomatik kurslari bor. Moliyaviy savodxonlik bo'yicha sizga ozgina savol tayyorlab keldik. Bugun 10 ta 15 ta. Xudo xolasa qolganlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Masalan, u passivniy daromad bilan, aktivniy daromad bilan, passiv, aktiv moliyaviy savodxonliklar bo'yicha mavzular bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib o'zingizni tanishtirasiz. Undan keyin jostki savollarga o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Gilosbek. O'zim Andijondanman. Hozirda Dubayda ko'chmas mulk biznesi bilan shug'ullanaman. Ko'proq aksiyalarga investitsiya qilish bilan shug'ullanaman. Odamlarga moliyaviy savodxonlik, shu aksiyalarga investitsiya qilish, biznesga ko'chmas mulkka investitsiya qilish bo'yicha kurslarimni o'rgatib kelaman. Oldimga shu 10 mingta o'zbek millionerga chiqarish bo'yicha oliy maqsad qo'yganman. Buni endi mana shu kurslar orqali, konsultatsiyalar orqali amalga oshirmoqchiman. Shunda o'g'ilni rasman. Bo'y sohani ochmasmisiz? Yaxshi, boshlanish yaxshi. Xo'p, birinchi savolimiz, qanaqasiga Dubayda siz o'zi bilan примерно 1 yilmi, 2 yil oldin gaplashganimizda aytdingiz, men Dubayga $100 bilan keldim deb. Qanaqasiga siz Dubayda $100 bilan kelib, $1 million gacha shu narsani adashmasam 2 yildami olib chiqdingiz? Dubayga 2022-yilda kelganman, lekin investitsiya qilishni men 2017-yilda boshlaganman. Aksiyalarga investitsiya qilishni. Dubayga nima uchun $100 bilan kelib o'rganman? Qo'rqmasdan, chunki menda passiv dohod bo'lgan. Shu paytda aksiyalardan kelib turadigan dohodim bo'lganligi uchun qo'rqmasdan $100 bilan kelib o'rganman. Hozirda Dubayga kelganimdan keyin уже ikkinchi dihaniya ochildi menda. Daromadlar 3-4 barobarga ko'paydi oldingi O'zbekistondagi holatdan. Shundan keyin aksiyalarga, ko'chmas mulkka, bizneslarga investitsiya qilishni yana kuchaytirdim. Kuchaytirganimdan keyin bu mana shu hozirgi holatga yetib keldi. Hozirgi holat deganingiz $1 million bor, to'g'ri? Endi plyus minus. Boshiga qo'yapti lekin. Bo'ldi. Hop, endi ochasiga bilaman, siz pul temasi bo'yicha yaxshi ko'rmaysiz ochasiga gaplashishga, nechta pulingiz borligini, no bilamiz, что $1 million bor. Hop. Shaxs skromlik bo'lamiz. Hop, mayli. Tushundim. Hop, keyingi savolimiz, o'zbeklarning Dubayga kelib qiladigan top 3 ta xatosi. O'zbeklar birinchi Dubayga ishlagani kelishadi, masalan, ishlagani keladi. Birinchi xatosi kam oylikka rozi bo'lib kelishadi. Keyin Dubayga kelgandan keyin rasxodlar, luxury hayotni ko'rgandan keyin ko'proq rasxod qilgisi kelib qoladi odamlar. Kiyingisi keladi, zo'r kiyingisi keladi, qizlar bilan gaplashgisi keladi, restoranlarga borgisi keladi, zo'r sportkarlarni haydagisi keladi, уже nafsni tiyib turish qiyin kechadi odam. Shundan keyin nima bo'ladi? Qo'shimcha daromad topish uchun ham qing'ir yo'llarga o'tib ketib qolishadi. Bu birinchi xatosi. Ikkinchi xatosi, hali kontrakt ishxonasi bilan tugamasdan turib O'zbekistonga qaytib ketib olishi mumkin. Bunaqa xato bo'lgan tanishimda butun umrga band bo'lib qo'ygan. Dubayga qaytib kira olmaydi. Agar siz bilan ishlayotgan kompaniya kontrakt tugamasdan turib o'z boshimchalik bilan ketib o'radigan bo'lsangiz, butun umrga band bo'lib qo'yishi mumkin. Uchinchisi, bizda O'zbekistonda ko'p bo'ladi tortishuvlar, masalan, ko'chada erkak kishi deb turib ozgina narsaga qiziqqanmiz, Dubayda bu narsani ko'tarmaydi. Kim bilan urushib qo'ysangiz, уже sразу deport qilib yuboradi. Shunaqa xatolar qilmaslik kerak. Tushundim. Dubay haqida top 3 ta noodatiy faktlar. Dubay butun dunyoda e'tiborida va shu bilan birga noodatiy qonun-qoidalari ham bor. Umuman aqlga sig'maydigan qoidalar ham bor. O'zi aslida shariat bo'yicha ko'proq boshqariladi hukumat, lekin turistik joy bo'lganligi uchun baribir nima deydi, qorishma qilishga majbur bo'ladi jahon tajribasi bilan. Masalan, Dubayda birinchi marta kelganimda hayron bo'lganman, sun'iy yomg'ir yog'dirish. Men ishonmaganman, sun'iy qanday yomg'ir yog'dirsa bo'ladi. Bu Dubay issiqligi uchun yozda turistlar kamayadi. Shu turistlar oqimini ko'paytirish uchun, havoni salqinlashtirish uchun sun'iy yomg'ir yog'diriladi. Bu hech qayerda uchramaydigan odat. Ikkinchisi,
juda katta, masalan, yo'l qoidalarini buzadigan bo'lsangiz jarimalar. Masalan, qizil chiroqdan adashib o'tib ketib qo'ysangiz ham arzimagan $13,000 to'laysiz. Shunaqa. Yana qanaqa odat? Masalan, qizlarga gap otib bo'lmaydi. Nega? Qizlarga gap otadigan bo'lsangiz, sразу politsiyaga telefon qiladi. Keyin boshingizni og'ritadi, jarima to'laysiz yoki borib O'zbekistonga qaytib ketishga to'g'ri keladi. Shuning uchun qizlarga gap otish ham sal bu yerda qaltis. Ferrari deysiz. Unda qizlar sizga gap otadi. Hamma narsa ilojisi bor. Ilojisi bor. Nima siz uchun passiv, nima siz uchun esa aktiv? Passiv bu meni cho'ntagimdan pul chiqishga majbur qiladigan narsa passiv. Aktiv meni cho'ntagimga pul olib keladigan narsa. Eng soddaroq Oddiy qilib aytganda, masalan men passiv sifatida masalan Dubayda masalan $200,000-300,000 uyda hozir arendada turaman. Agar men buni olib o'zim yashasam, sotib olib o'zim yashaydigan bo'lsam, bu men uchun passiv. Nega? Chunki $200,000 uyni saqlash uchun remont qilishim kerak, kommunal boshqa jihozlash kerak, boshqa. Xullas, mendan faqatgina bu pul talab qiladi. Undan ko'ra men mana shu uyni arendaga berib qo'ysam, undan kelayotgan pul masalan yiliga $100,000 bunga daromad keladigan bo'lsa, men o'zim yiliga $50,000 arenda to'lab boshqa joyda turganim yaxshi. Shunda men ham arendada tursam ham $50,000 plusda bo'ladi. Ya'ni aktiv bu men uchun ishlayapti. Yoki o'zim luxury mashina olganmanda uni faqat o'zim haydab yuraman. Bu ham passiv. Men hech qanaqa daromad keltirmaydi, chunki uni ehtiyoj qismlari ham juda ham qimmat. Uni masalan saqlab turish, sug'urta umuman qimmat. Agar buni siz arendaga bersangiz, demak bu aktivga aylanadi. Sodda qilib aytganda shu. Soatchi. Qimmat soat. Qimmat soatlar ham masalan taniqli bitta brendlar bor. Hammasi ham emas. Masalan Rolex bor, Patek Philippe bor, Hermes. Shunga o'xshagan soatlarni oladigan bo'lsangiz, ular yil o'tishi bilan narxi ko'tariladi. Chunki kompaniya o'zi har yili narxni ko'tarib boradi. Qancha u ishlatilgan bo'lsa, kompaniya birinchi o'rinda sotmoqchi bo'lsa, siz xaridor bo'ladi. Va ana shu ko'tarilgan narxda bemalol kompaniyaning o'ziga sotib olishingiz mumkin. Gap yo'q. Qanaqa narsalarga siz ko'p pul sarflaysiz va asosiy sabab? Ko'proq umuman achinmasdan sarflaydigan narsalarim bu birinchi o'rinda oilamga. Masalan, yeb ichishidan qismayman, nimani xohlasa yeyishadi. Ota-onamga, farzandimni ta'limiga. Qanaqa ta'limga nechta qimmat maktab bo'lsa, примерно har xil $5,000 dan $25-30,000 gacha ketishi mumkin. Yiliga shunaqa. Undan tashqari o'zimni bilimimga ham hech qachon pulni ayamayman. O'ylab o'tirmasdan sarflayman agar menga yoqib qolsa. Chunki mana shu 2024-yilda o'zi bilim olishim uchun $70,000 dan ko'proq sarfladim. Chunki nimaga qo'rqmasdan sarflayman? Bu butun umr menda qoladi-da bu bilim. Bu bilimni olganimdan keyin meni butun umr boqadi. Va bu 70,000 pul aniq bilaman $700,000 qaytib keladi. Harakat qilsangiz va o'rgangan narsalaringizni qo'llasangiz, ustozlaringiz aytganini qilsangiz, shunaqa. Masalan, aytaylik, sizda $500,000 dan $1,000,000gacha misol sifatida sassangiz bor deydi. Siz bilan gaplashganimizda yaqinda emas, o'tgan yili $17,000 ga Rolex sotib oldingiz, ikkinchisini ham zakaz qildim. O'sha 1,5 oyda o'chirdan beri turibman deysiz. Nima uchun siz shunaqa masalan, prosta soat ostida qo'lga turadigan, lekin хотя бы там $30,000 $50,000 ga mashina olamiz. Sotib olmayapsiz. Dubayda o'zi umuman arendaga mashina minish qulayroq, выгодно, foydaliroq. Chunki arenda minsangiz faqatgina benzinini qo'yasiz, shtraf qilsangiz shtrafini to'laysiz. Boshqa hech qanaqa xarajat yo'q. Arendaga bergan odam uni ta'mirini ham o'zi qilib beradi. Masalan, sotish kerakmi, qayerda to'g'rilash kerakmi, boshingizni qotirmaysiz, hamma yo'lda o'zi qilib beradi. Mashinani hali aytganimdek, o'zim olib qimmat mashinani minib olsam, bu passiv. Faqat mendan pul talab qiladi. Masalan, sizda tasavvur qiling, oddiy $20,000 otdingiz borda,
lekin bu yoqda 1 million dollarlik ot bor. Qaysi biriga ko'proq pul sarf qilasiz? 1 million dollarlik otga siz hatto o'z yemagan narsalarni yedirasiz. O'z qilmagan e'tiborni unga qilasiz. Chunki uni narxi shunaqa, qiymati shunaqa. Qimmat mashina olganingizda ham xuddi e'tibor shunga o'xshagan. Unga qimmatroq narsa, qimmatroq xarajat qilishga majbur bo'lasiz. Uni xohlasangiz, xohlamasangiz qilasiz. Lekin Rolexga o'xshagan soatlarda siz masalan pulingizni xavfsiz saqlashingiz mumkin. Pul ko'paymaydi to'g'ri, lekin pulingizni xavfsiz saqlashingiz mumkin. Yostiqdagi yoki bankka omonat qo'ygandan ko'ra bu foydaliroq, ishonchliroq. Zo'r. Redcar mashina minib yurgandan ko'ra mashina sotib olganingiz yaxshi emasmi? Qanaqa ma'no? Masalan, siz Redcarga oyiga masalan 2000 dollar, balki 3000 dollar pul sarflaysiz deylik. Undan ko'ra Dubayda 5000 dollar, 10000 dollarga mashina beradi, o'shani nima uchun siz sota olmaysiz? Bunga asosiy sabab men o'zimning ichki holatimni deb o'ylayman. Chunki mashinadan tez zerikaman. Tezda almashtirib minishni yaxshi ko'raman. Masalan, bitta mashinani masalan 10,000 dollar atrofida, masalan O'zbekistondagi zo'r mashinalarni Dubaydan olsangiz bo'ladi. Sotib olsangiz bo'ladi. Ertaga alishtirmoqchi bo'lsam, nima bo'ladi? Arzoniga sotishimga to'g'ri keladi. Bu mendan uje sarmoyamni kamayishiga olib keladi. Agar men uni arendaga olib haydasam, xohlagan mashinamni olib bir oy unisi, bir oy unisi haydashim. Dubaydagi bir oylik daromadingiz va bir oylik xarajatingiz. Bir oylik daromad yo'q. O'zi bizda biznes odamida oylik daromad emas, yillik daromad hisoblanadi. Yillik har yili har xil bo'ladi. Masalan, aksiyalardan passiv daromadlar, ko'chmas mulk va boshqa proyektlar bor. Endi aniq summani ayta olmayman sizga, lekin rasxodingizni olasiz. Rasxodlar masalan oyiga 10-15 ming dollar atrofida rasxod qilamiz. Agar oilaviy yashaydigan bo'lsa, Dubayda odam kamida 5 ming rasxod qiladi. Shundan xulosa qilib daromadni ham chiqarib olsa bo'ladi. Juda aqlli bo'ldi. To'g'ri. Agar sizni 10,000 dollar, 100,000 dollar va 1 million dollar pulingiz bo'lsa, uni nimaga sarflagan bo'lasiz? Mana shu uchtasida aytganim. Menda nechpul pul bo'lishidan qat'iy nazar aniq sxema bor. Bu hamma pulga bir xil ishlaydi. 100,000 so'mga ham bir xil ishlaydi, 1 million dollarga ham bir xil ishlaydi. Protsentda bo'lib masalan 2,5% dan 10% gacha hisob qilinadi. Nechpul pul bo'lishidan qat'iy nazar. Hatto qarzda bo'lsam ham, nechpul pul topsam 2,5% dan 10% gacha aniq ehsonga beriladi. 10% обязательно ota-onaga ajratiladi. Qarzdaman, hozir o'zimni o'nglab olay degan narsa ketmaydi. Chunki ularni aybi emas. Siz o'zingiz tiklab olishingiz yoki qarzda holatda bo'lishingiz ota-onangiz aybi emas, o'zingiz aybingiz. Ular kompensatsiya to'lash kerak emas. Undan keyin 10% zaxira kapital doim shakllantirib turish kerak. Biznesingiz bankrot bo'ladigan bo'lsa, biznesingizni qayta tiklash uchun zaxira kapital doim turish kerak. Yoki oilangizni boqish uchun 10% zaxira kapitalga ajratiladi. Undan tashqari 10% o'yin puliga ajratiladi. Nechpul pul bo'lishidan qat'iy nazar 1 million dollar topsam, demak undan 10% 100,000 dollarga men loyiqman o'yin kulgi qilishga. Yomon bo'ladi. Agar 100,000 dollar topsam, 10,000 dollarga kayf qilishga loyiqman degan. Mashinani. Agar 100,000 so'm topsam, 10,000 so'mga loyiqman deganda. Odam shunga qarab turib o'zini ishtahasini tiyib turish kerak. Undan keyin masalan oilaviy xarajatlar, investitsiyaga yo'naltiriladigan pullar. Qolgan foizdan yetmay ketdingiz hozir. Endi u yog'i sal murakkabroq, uni sxemada ko'rsatmasa odamlar tushunmay qoladi. Xo'p, ishingiz o'zi nimadan iborat va yoshlarga nima maslahat berasiz moliyaviy savodxonlik bo'yicha? Hozirda asosiy ishim faqatgina dam olish bo'lyapti. Chunki investitsiya bilan shug'ullangan odam o'zi dangasa odam. Eng dangasa odamlar shunaqa bo'ladi. Chunki yoshligimdan shunaqa bo'lganman, kam ishlab ko'p pul topishni doim orzu qilganman, lekin bu qanaqa ishligini tushunmaganman. Lekin ilm olganimdan keyin o'sha investitsiya aynan men xohlagan sohaligini tushunib yetgan. Faqatgina men pullarimni ishlatish bilan o'raman. Ya'ni ishlatish degani bu sarflash emas. Ular menga ishlab ko'proq pul olib kelish uchun men ularni ishga joylayman. Yaqinda mana shu oliy maqsad qo'ydim, 10 mingta o'zbek millionerga chiqarish bo'yicha. Hozir ko'proq fokus shunga qaratilgan, ko'proq odamlarga ta'lim berish,
ko'proq ularni moliyaviy savodxonligini rivojlantirish va ko'proq odam investitsiya bilan shug'ullanish. Dunyo statistikasi bo'yicha rivojlangan davlatda o'rtacha 30% dan 50-60%gacha aholisi investitsiya qiladi. Lekin o'zbek xalqi hali 1% ga yetib bormagan investitsiya qilish bo'yicha. Shuning uchun ham ko'pchilik doim moliyaviy qiyinchiliklarda yuradi. To'g'ri. Undan tashqari ko'chmas mulk bo'yicha ham biznesimiz bor. Ko'chmas mulk oldi sotib qilish, arendaga qo'yish, shunaqa ishlar ham yordam berib turamiz. To'g'ri. Mana Ilyosbekni meni taniysiz va men pulimni to'g'ri ko'paytirishim uchun nima maslahat berasiz? O'zim yo'nalishimni, o'zim sohamni. O'zingizni hozir ishlab turgan sohangizda necha pul topsangiz ham o'zingizni mana shu sohangizdan ko'proq rivojlanishga sarflashingiz. Shu sohada o'sishim uchun shu soha. Masalan, siz hozir infoprodyusersiz. Uje sizda $100,000 pul bo'lgandan keyin boshqa bizneslar haqida o'ylamasligingiz kerak. Shuni o'ylamayman. Meni juda ko'p aka, qarindoshlarim aytadi, "Sen pul topmasan, nima uchun seni biznesing yo'q, nima uchun ochib qo'ymaysan?" Men o'ylashim uchun birinchidan biznes prosta ochib qo'ymaydi, uni poligon nazorat qilishingiz kerak, borishingiz kerak. Ikkinchidan nima desa bo'ladi? Daraxt bitta joyda ko'karadi, bitta joyga fokus berishingiz kerak. Bu как xotinga o'xshagan narsa-da. Unga pastidan e'tibor bermasangiz biznesga. Prosta tak uylanib qo'yib yuravermaysiz, to'g'rimi? Biznes ham xotinniki bitta bo'lishi kerak. Biznes bitta biznes bilan shug'ullanish kerak odam, lekin nechta biznesga investitsiya qilsa ham farqi yo'q. Investitsiyada siz boshingizni qotirmaysiz. Xodim ishga olish, savdo tushib ketayotgan bo'lsa savdoni ko'tarish, bu biznesning egasini CEOning vazifasi. Sizning vazifangiz unga investitsiya qilish, undan daromad olish. Bitta biznes qiling o'zingiz. Qolgan nechta biznesga bo'lsa investor bo'ling. Qanchadir qurbingiz yetgancha nimasini, aksiyasini sotib oling, ulushini sotib oling. Bo'ldi, bir oyda bir marta, ikki marta vaqt ajratasiz, undan uchot olasiz. Vaqtingiz tejaladi. Lekin sartaroshxona ochib, undan keyin kafe ochib, undan keyin yana boshqa narsa ochadigan bo'lsa, u odam jini qilib qo'yadi. Nech pul topsiz ham iloji boricha reinvestitsiya qiling, o'zingiz mana shu sohani rivojlantirish. Mana $1000 dan $10,000 gacha pulim bor. Qanaqa qilib men bu pulim bilan Dubayga kelib, ishlab, uy joy qilib, ko'chib kelsam bo'ladi? Ketma-ket tushuntirib bera olasizmi? Agar sizda $1000 pul bo'ladigan bo'lsa, buni birinchi o'rinda $6000 ga ko'paytirish kerak. Chunki Dubayda birdaniga kelib turib, zo'r ish topib ketishingiz yoki baland ishga joylashingiz qiyin bo'ladi. Nimaga $6000 deyapman? $1000 masalan o'rtacha bir oylik xarajatingizga ketadi. Agar sizda 6 oylik zapas bo'ladigan bo'lsa, 6 oy уже bexavotir oyliksiz ishlarni ham sinab ko'rishga уже sizda imkoniyat bo'ladi. Agar oylik ishga kirdingizmi, bo'ldi, уже qopqonga tushdingiz. 1 yil, 2 yil kamida siz qulsiz. Qo'pol qilib aytganda. Qanaqa ish qilsa bo'ladi masalan? Masalan, ko'chmas mulk bo'yicha masalan agent sifatida ishlasa bo'ladi. Har bitta sotganingizda masalan tranzaksiyadan siz komissiya beradi. Yoki qanaqadir mayda bizneslar ochsangiz bo'ladi. Yoki xizmat ko'rsatish. Hozir Dubayda bilasiz 80% aholi migrantlar hisoblanadi. Masalan, agentство ochsangiz bo'ladi migrantlar ishga joylashish bo'yicha. Bundan hech kim sizga oylik bermaydi. Qancha odamni olib kelib ishga joylasangiz, har bittasidan siz ulushingizni olasiz. Ya'ni shunaqa ozgina o'tirib turib, qog'oz ruchka olib, odam nima qilsam shuncha pul topaman variantlarni yozib chiqsa, shunda ko'proq daromadga chiqsa bo'ladi. Bizda nima qiladi odamlar? Menga shuncha pul kerak, demak shuncha joyga ishga kirishim kerak. Ish topish emas, pul topish haqida reja turish kerak. Bu hech kim masalan hozirgi oylik ishlayotganlar oldingi quldorlikni zamonaviy ko'rinishida hojalari ruxsat bermagan uni chiqib ketishga, uni qonini boqqan, oziq-ovqatini bergan, kiyimini bergan, qo'liga pul bermagan. Hozirgi odamlar ham shunaqa qo'liga pul beradi, lekin hech narsaga oshmaydi. O'sha oziq-ovqati ketadi, uyga rasxod qiladi, kiyimini oladi. Ya'ni выживание, jitman. Tirik qolish uchun yashash bilan agar Dubayda bu narsani qilmoqchi bo'lsa, Dubay вообще variant emas. To'g'ri. Xo'p, moliyaviy savodxonlik bo'yicha kursingiz bor. Shundan top 3 ta lifehack aytib bersangiz. Moliyaviy savodxonlik bo'yicha birinchi lifehack odam qancha topsa, shundan kam sarflash kerak. Ya'ni topgandan ko'ra ko'proq sarflamaslik kerak. Xarajatlarni nazorat qilib turish kerak doimiy. Bu nafs shaytondan bo'ladi-da. Shayton doimiy sizni qitiqlab turadi. Ko'proq bir havasga berilishga, boshqa ko'proq rasxod qilishga siz doimiy undab turadi. Siz buni bosib turishingiz kerak. Masalan, kimdir zo'r joyda ovqatlanyapti-da, sizning holatingiz unaqa emas.
kirib ovqatlansangiz nima qilasiz? Bir marta maza qilasiz, lekin o'zingizni kelajagingiz uchun minusga ketadi. Odam o'zini topayotgan daromadiga yarasha yashashi kerak. Odamlarga gapirish uchun avtokreditlar olib, xorij intralar olib, o'zi bir etaj uy bo'lsa, ikki etaj qilib qo'shnimdan o'tkazaman deb. Bu nimani hisobiga? Kredit hisobiga. Ya'ni 3 yildan 20 yilgacha odamni ishlab berishga majbur bo'ladi. Ikkinchi asosiysi doimiy odamda reja bo'lishi kerak. Odamlarda moliyaviy reja yo'q. Ularda faqatgina xarajatlar rejasi bor. Hali kelmagan pulga uni olishim kerak, uyimni remont qilishim kerak, mebel olishim kerak, qizimni chiqarishim kerak. Bu faqat xarajatlar rejasi. Odamda xarajatlar rejasi emas, moliyaviy reja bo'lishi. Ya'ni 10 yildan 20 yilgacha moliyaviy reja bo'lishi. Har oyda daromadim qanchaga olish kerak, xarajatim nechta puldan oshmasligi kerak. Nechta pul investitsiya qilishim kerak. Xullas, odamlarda savol shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni unga sarflayman, bunga sarflayman emas. Daromadimni qanday oshirsam bo'ladi, xarajatimni qanday ushlab qolsam bo'ladi, qancha pulni qayerga investitsiya qilsam bo'ladi. Hop, uchinchi maslahat, hech qachon foizga qarz olmaslik kerak. Kredit bo'ladimi, odamlardan bo'ladimi, bankdan bo'ladimi, farqi yo'q. Рассрочка bo'ladimi, halol nasiya bo'ladimi, farqi yo'q. Chunki hali unga pulingiz yetmayaptimi, demak siz unga loyiq emassiz. Masalan, siz uyingizda eski televizor turibdi-da, lekin siz yangisini olmoqchisiz. Yangisi masalan $300. Sizda o'zi oyligingiz $300 bo'lsa, siz unga loyiq emassiz. Qachon loyiq bo'lasiz? To'plang, shu pulni to'plab turib olsa, unga loyiq desangiz bo'ladi. Lekin uni oldindan hali ishlamagan puliga sotib oladi-da, keyin bir marta maza qiladi, bir hafta maza qiladi, o'sha kayf bermay qoladi. Keyin nima bo'ladi? Odamlarda kim uchundir ishlayotgandek hissiyot uyg'otadi. Ya'ni oladi pulni beradi, oladi, berib yuboradi. Uyga kelsa televizorni ko'rsa 1 soat ko'radi, shu bilan uxlaydi, ertaga yana ishga ketadi. Shu qoidalarga amal qilish kerak. Zo'r. Nima uchun siz O'zbekistondan Dubayga ko'chib keldingiz? Dubay, O'zbekistonda ko'p bizneslar qilib ko'rdim. O'xshagani ham bo'ldi, o'xshamagani ham bo'ldi. O'zimni qandaydir patologiyaga yetib kelgandek his qildim. O'sha Dubayda sinab ko'rishga qaror qildim, lekin juda ko'p yaqinlarim qarshilik ko'rsatdi. Qiynalasan, borma, o'zing mana shu yerda yaxshi yuribsan, yaxshi topyapsan. Men o'sha sakray olmay qoldim-da, o'sha patologiya boshligi chiqdim, shunchaki qiziqishga chiqdim. Qarasam imkoniyatlar вообще kosmический. Bari millionerlar, milliarderlar ko'chib kelyapti. Xavfsizlik uchun, soliqlar kamligi uchun, biznes qilish uchun ham sharoitlar zo'r. Nimaga Dubayda yashamaslik kerak? Nimaga meni oilam shunaqa luxury hayotda yashamaslik kerak dedim. Ko'z yumib 6 oy o'zim oldingi holatimga qaramasdan, pullarimga qaramasdan shu yerda o'zidan chiqarib oilamni olib kelishga harakat qildim va 6-oyda oilamni butunlay ko'chirib olib keldim. Zo'r. Xo'p, siz bilan 1 yil oldin gaplashganimiz esda bo'lsa, $55,000 qarzga kirganingiz, Andijonda bo'lgan, O'zbekistonda bo'lganingiz, shu $55,000 qarzga qanaqasiga kirgansiz, nima uchun va undan qanaqasiga chiqib ketdingiz? Bu mana shu hayotimdagi eng noto'g'ri qarorlar qabul qilganim va to'g'ri qarorlar qabul qilganim desa ham bo'ladi. Chunki noto'g'ri qaror qabul qilish deganda Xudoga xush kelmaydigan qanaqadir ishlar qilganman-da. Uni odam o'zi bilmaydi. O'zingizdan ketib qolasiz. Masalan, pullarni chayishni boshlaysiz. Shundan keyin sizga ko'rsatib qo'yadi. To'xta, sen o'zingdan ketadigan deydi-da, Xudoyim ko'rsatib qo'yadi. Masalan, bunda boshi nima bo'lgan? Investitsiya sohasiga qiziqaman, lekin o'qimaganman, o'rganmagan. $100-200 kursga pulimni qizg'onganman o'sha paytda va $25,000 da 3 ta kompaniyaga tikkanman. Uchalasi ham taktika bilan bo'lib ketdi. Sizga aytib berganingizdek ketdi. Nimadan oldin nima aytganingizni? Mana shunaqa выражение bilan qanaqasiga o'zi kirib ketgan, hozir aniqlab aytmayapsiz. Haromni olib haromga tikkanman. Chunki kredit bo'lgan bu yerda kreditni ham bunaqaligini bilmaganman. Nimalar pul tikkansiz? Shunaqa investitsiya, masalan, uchala kompaniya ham halol bo'lmaganda. Keyin hozir analiz qilsam, chista sudxo'rlik bo'lgan bu yerda. Investitsiya bo'lmaganda.
Undan tashqari endi ko'chadagi boshqa ishlar, masalan, hammasini ochiq aytib bo'lmaydi. Undan keyin u paytda konsalting kompaniya ham bo'lgan, o'quv markazlarim bo'lgan. O'quvchilar Koreyaga o'qishga ketaman degan o'quvchilar ham juda ko'p bo'lgan. Ikkita kompaniya bilan dogovor qilganmiz Koreyaga o'qishga, ishga jo'natib berish bo'yicha. Hammasi bilan ofitsialniy, litsenziyalarni tekshirganman, hammasi chotki, ishonchli chiqqan. U hukumatdagi odamlar bilan ham xullas rasmlarni ko'rganimdan keyin ishonganman bunga. Ular bilan ofitsialniy shartnoma qilganmiz va shartnoma orqali men o'quvchilarimdan shunaqa qilganmiz, keyin u ikkala kompaniya ham yo'q bo'lib qolgan, qochib ketishgan rahbarlari, yopilib ketgan bu yoqdagi ofislar. Keyin o'rtada men qolib ketganman. Nomim yomon bo'lmasligi uchun ham o'zim yonimdan ularga to'laganman, majbur. O'quv markazini sotganman, mashina, uchastka, nima topgan bo'lsam ketgan. Undan tashqari uyimda shu paytda parfumeriya biznesi bilan ham shug'ullanganman. Skladda shunaqa parfumeriyalar qolib ketgan ekan, ularni yig'ib turib, ishonasizmi, mashinada mahalla yurib sotib yurganman, signal chalib. Ikkita, uchta xotin chiqadi, ular bilan chiroyli muomala qilib sotasiz. Maqsad nima bo'lgan? Maqsad tezroq qarzdan qutulish bo'lgan. Mendagi haligi egoni sindirganman-da. Odamlar oldin zo'r pul topgan, lekin pasaygandan keyin o'zini tepadan baland tushgisi kelmaydi. Men shunaqa odamlar eshitganman. Odamlar buni sindi deganda kuniga $500 taxo olib arendaga minib yurgan. Faqatgina odamlarning ko'zi uchun. Mana sinmadim deb isbotlab berish. Lekin buni orqasidan yana $90,000 yana qarzi ketdi. Shu mashinani o'zi bilan. Bu nimani isbotlamoqchi odamlarga? Prosta odam shunaqa paytda buni tan olishni ham bilish kerak-da. Tan olib, xatosini analiz qilib, agar mana shu xatoni to'g'rilash ustida ishlaydigan bo'lsa, agar aqlli odam bo'lsa, bu narsadan tezda chiqib ketsa bo'ladi. Lekin ustozsiz bu juda. 1,5 yil urindim, hamma yo'g'imni sotdim, baribir 1,5 yil urindim, lekin baribir qarzlarimni hammasidan qutula olmadim. Keyin ustoz topib, ustoz bilan o'rganishni boshlaganimdan keyin 6 oyda hamma qarzlarimdan qutuldim. Chunki ustozim ham o'zi shunaqangi katta qarzga kirgan, milliondan oshiq qarzga kirganda, buni chiqib ketgan, tayyor boshidan o'tgan strategiyalar bor. Qaysi yo'ldan borsa, tezroq qarzdan qutulish mumkin. Oson yo'llarni o'rgatadi. To'g'ri qaror deganimning sababi nimaki? Meni 1 emas, 2-3 pog'ona ko'tarilishimning sababi bo'lgan. Motivatsiya bo'lgan. Har kun uyimda stress, urush janjal, masalan, ota-onamni so'kishlari boshqa yoki odamlarni kelib uyimda to'polon qilishi. Bu narsa menga motivatsiya bo'lgan, tezroq qarzdan qutulishga. Nima uchun kimdirda shu narsa aytasiz, men motivatsiya bo'lgan. Kimdirda esa bu anti motivatsiya bo'lib depressiya tiqib qo'yadi-ku, bu narsa stressga kirib ketadi. Bu faqat pul temasi bo'yicha emas, masalan, kimdirda ayoli tashlab ketsa, qizi tashlab ketsa, depressiya kirib qoladi. Kimdirda zo'r bo'lib ketadi. Nima uchun kimdirda bunaqa, kimdirda bunaqa va shu negativdan pozitivga o'tish uchun, anti motivatsiya o'tish uchun, depressiyadan zo'rsasin o'tish uchun nima qilish kerak? Farqi nimada yoki qanaqa o'tish kerak? Odam birinchi o'rinda o'zini imkoniyatini baholashni bilish kerak. Ya'ni Alloh taolo hech kimga o'zi ko'tara olmaydigan darajada qiyinchilik bermaydi. Mana shu narsani bilganimdan keyin, demak men shunaqa kuchli ekanman deb o'zimdan o'zim ichimdan kuch kelgan. Ya'ni 55,000 qarzga kirdimmi, demak men $55,000 topishim uchun Xudo menga yo'l ko'rsatyapti. $55,000 topib sen odamlarga bersen, demak sen har oyda bu pulni topa olasan deyapti. Menga signal keladi. Ya'ni odam o'zi imkoniyatlarini chamalashni bilsa, real qarab turib buni muammo emas, bu kelajak uchun masalan imkoniyatligini o'ylasa, bu naborotga ishlaydi. Masalan, siz 100 kilo yukni buqaga yuklab qo'ysangiz, buqa his qilmasligi mumkin, lekin uni xo'rozga yuklab qo'ysangiz, bu xo'roz o'shada yopishib qoladi yerga. Ya'ni odam o'zi buqa bo'lishi mumkin ichidagi imkoniyat, lekin o'zini tovuqdek his qiladi. Va bu yoqqa boradi, bu yoqqa yuguradi, hech narsa qilmaydi, arzir. Birinchi o'rinda vazmin bo'lish kerak. Panikaga tushmaslik, xotirjam bo'lish kerak, chunki xotirjam bo'lganingizda sizning miyangiz ishlaydi-da. Xotirjam bo'lmasangiz miya ishlamaydi. Faqat bu yoqqa borasiz, bu yoqqa borasiz. Ko'p harakat qilasiz, natija bo'lmaydi. Shunaqa deb o'ylayman. Rahmat kattakon suhbat uchun. Olsimon suhbatimizdan tugadi. Sizga yana bir bor rahmat aytaman. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Olsa savollar bo'lsa pastga yozib qoldirsanglar, kommentariyada Olsa Ilyosbek o'zlari o'zim javob berishamiz.
Keling, shu tomoshabinlar ham bekordan kommentariy yozishmasin, ularga sovg'a beraylik. Eng zo'r kommentariyaga. Nima sovg'a Shedringimiz. Masalan, kitob sovg'a qilishimiz mumkin yoki kursimizga chegirma yoki bepul sovg'a qilishimiz mumkin. Foydali narsa. Foydali narsa. Kimgadir pul bersangiz, uni chiqib qayergadir ishlatib yuboradi, shu bilan sizni unutadi. To'g'ri. Shunaqa qilsak ham bo'ladi.